Kim o'zini kamtar olsa, Alloh uni yuksaltiradi. Ziddi bilan jazolaydi ya'ni. Kim o'zini katta olsa, uni oyoq osti qiladi. Ajoyib bir Isroiliyotda hikoya bor. Alloh taolo butun maxluqotlarning ichida eng mumtoz insonni yarataman deganda, borliqdagi barcha koinot mendan yaratsa kerak degan ekan. Quyosh mendan yaratsa kerak, men yorug'man-ku. Boshqa sayyora mendan yaratsa kerak, men qimmatman-ku, qimmatbahoman-ku, chiroyliman-ku. Yer aytgan ekan, yer mendan yaratmasa kerak, chunki men eng oyoq tagidagi narsaman-ku degan. Alloh taolo shundan yaratdi. O'zini kamtar olgandan yaratdi. Bu endi bir Isroillardagi hikoyada ibrat oladigan joyimiz, o'zini kamtar olganga kamol, kamtarga kamol, mammanga zavol, o'zbekning shu maqoli.